Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rgüçülər. Yaxşımısızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyg'ur qurultayı Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Eli Wiesel insoniy fondi jamiyatining birlikda uyushtirishi bilan bu yil 4-oyning 17-kunidan 18-kunigacha Nyu-Yorkda andish qo'zg'ayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur krizisi nomli zo'r tipdagi xalqaro muhokama yig'ini chaqirilganligi haqidagi xabar Yahudi xabarlari gazetining 2-aprel kundagi sonida keng doirada o'rin oldi. Yahudi xabarlar gazetining bu vaqtda bergan xabarida mazkur yig'inga Amerika Tashqi ishlar ministrligining irqiy qirg'inchilik masalasi bo'yicha alohida elchisi Ellen Germain, shundaqla nopozliq islom o'limalari va Yahudi rahiblardan boshqa yana Manhattan instituti irqiy qirg'inchilik va dinlararo tadqiqot markazi, Amerika Yahudi cho'ng qirg'inchiligi muzeyi qatorliq o'rinlarning qatnashadiganligi bayon qilindi. Xabarda yana mazkur yig'inning boshlanish harfisida Nyu-Yorkda Xitoy mollari alohida ko'rgazmasi ochildiganligi, ko'rgazmada iste'molchilar yaxshi ko'radigan mollarning aslida qul qilingan Uyg'urlarning qon tari badli kelgan majburiy emgak mahsulotlari ekanligining namoyon qilinganligi ta'kidlandi. Yahudi xabarlarida Dünya Uyg'ur qurultayı va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda bu qatimqi xalqaro muhokama yig'ini tashkillagan Eli Wiesel insoniy fondi jamiyati qisqacha tanishtirib o'tilgan bo'lib, xabarda ko'rsatilishicha, mazkur fondining kuch chiqarishi bilan Amerikada 2019-yili qonunga aylangan Eli Wiesel etnik qirg'inchilik va qabih jinoyatlarning oldini olish qonun loyihasi Amerikada irqiy qirg'inchilikqa qarshi siyosat tuzishda muhim manbaga aylangan. Dünya Uyg'ur qurultayı markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 17-aprel Nyu-York vaqti atdigan soat 8 da boshlanadigan va 2 kun davom qiladigan mazkur xalqaro muhokama yig'inida dunyoning har qaysi ellaridan taklif qilingan siyosiy arboblar, diplomatlar, qonunshunoslar, tadqiqotchi va olimlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, musulmon, yahudi va xristian jamoatlarining liderlari, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar, tadqiqotchilar va lager shohidlaridan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashadi. Yig'inda chet elliklar va Uyg'urlardan bo'lib jami 50 nafardan ortiq kishi o'zining qarashlarini o'ttirib qo'yib o'tadi. Yig'in jarayonida yana Nyu-Yorkning shahar markazidagi e'lon nuqtalarida va Nyu-Yorkdagi mashhur davr maydoni cho'ng ekranida Uyg'urlar tanishtirilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik namoyon qilingan maxsus e'lonlar berildi. Amerika Islom munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert McCaw matbuotlar qilgan so'zida yaqinda Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan Falastin, Misr va Suriya qatorliq arab davlatlaridagi siyosiy partiyalarning vakillarining Urumchida Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga madhiyalar o'qishini qattiq aybladi. Robert McCaw mundaq deb ko'rsatdi: Arab davlatlari siyosiy partiyalar vakillari o'migining tashviqot sayohatining maqsadi bo'lsa, Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa Turkiy musulmonlarni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak jinoyatini aqlash. Amerika musulmonlar jamiyati Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qarshi ilib borgan dafsanchilikka qarshi harakatga o'tishini talab qiladi. Xitoyning musulmonlarga va boshqa diniy azonliklarga qarshi ilib borgan kishilik huquq dafsanchiligi va Xitoyning kishilik huquq xotirasi kishini cho'chitadi. Bu xalqaro siyosatning o'yini bo'lmasligi kerak. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi ko'rsatilib, javobgarlikka tortilishi kerak. Amerika Islom munosabatlar kengashi bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonga ziyoratga borgan arab rahbarlari va musulmon davlatlarining vakillari o'mak boshchilik qilgan va Sharq Turkistonda yuz berayotgan musulmonlarga qilinayotgan zulmni yoshirgan Xitoy hukumat xodimlarining ta'siriga uchramay, ta'siri bo'lgan yerlik musulmonlar bilan bevosita so'zlashishning muhim ekanligini alohida ta'kidlaymiz. Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenz 2-aprel kuni X uchur yo'llab, Yevropa ittifoqi Xinjiangdagi majburiy emgak eng ig'ir joydan keladigan mollarni to'kma qilib sotadigan axlatxonaga aylanib qolmoqda degan. Adrian Zenzning bu so'zi Xitoyning Yevropa bozoriga eksport qilayotgan majburiy emgak mollarining eksport miqdorining davomli oshib berishiga bo'lgan andishini aks ettirmoqda. Janubiy Xitoy deganlik pochtasi gazetining 21 mart bergan xabarida Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning bu yil 1 va 2 oylarda Sharq Turkistondan import qilgan tovarlarning o'tgan yilning o'xshash mezgildagidan 200% dan ko'p oshganligi xabar qilingan edi. Tadqiqotchi Adrian Zenz X e'lon qilgan uchurida mazkur xabarni manba sifatida ko'rsatgan bo'lib, Yevropa ittifoqining bir yoqdan majburiy emgakni cheklaydigan vaqtlik kelishim tuzib, bir yoqdan Xitoyning majburiy emgak mahsulotlarini ko'plab import qilayotganligini ayblagan. Bu yil 5 mart kuni Yevropa ittifoqi kengashi bilan Yevropa parlamenti majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklaydigan yangi qonun choralari to'g'risida vaqtlik kelishim hosil qilgan edi.
Erkin Asiya Radiosi Uyghur bilimining ko'p taraflamalik aniqlashlarga asoslanganda, bu yil Xitoy doiralari Sharq Turkistonda Ramazon mezgilida Ramazon haqida maxsus uqtirish va belgilama chiqarmagan bo'lsa-mu, Ramazonni cheklaydigan tadbirlar har qaysi viloyatlarda o'xshamagan shaklda davom qilgan. Masalan, Atishda san'at faoliyati va ziyofatlar uyushtirib yoshirin ro'za tutganlarga buzg'unchilik qilgan bo'lsa, G'uljida aholilarni ko'chada to'plashib mangmaslikqa buyurish orqali tuqqanlar va do'stlararo yoshirin iftorlashishning oldini olgan. Xodimlar bu ijroatlar davomida savollarga duch kelganda ro'za tutishga bo'lmaydiganligini oshkor etgan. Urumchidagi bir qatnash soqchisi Ramazon mezgilida taksi shoferlarining ro'za tutmaganligi va namoz o'qib o'qimayotganligini ko'rsatish uchun maxsus xodimlar ajratilganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, har qaysi viloyat va shaharlarda doiralar Ramazon cheklash tadbirlarini o'z xohish bo'yicha va yoki o'zlarining yerlik shart-sharoitlari bo'yicha o'xshamagan shaklda ijro qilgan. G'ulji shahridagi bir soqchi xodimi bu Ramazon mezgilida ko'cha chorlash va uy tekshirishning elib berilganligini, bu jarayonda aholilarning ro'za tutadigan tutmaydiganligining maxsus ko'rsatilganligini oshkorlagan. Soqchi xodimlardan biri aholilarning ro'za tutishiga ruxsat yo'qligi va shunga aholilarning hammasining degidek ro'za tutmaganligini tilga olgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.